2026-yilning 1-yanvaridan boshlab Moskva shahri va Moskva oblastida patentlar 10 ming rubl bo'ladi. Bu degani endi migrantlar ko'proq ishlash kerak. Ko'proq ishlash uchun esa vaqtingizni ekonom qilishingiz kerak. Vaqtingizni ekonom qilishning eng yaxshi yo'lini hozir sizga o'rgataman. Gosusluga ochmoqchi bo'lsangiz, SNILS rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, yoki bo'lmasam telefoningizga Amina ilovasini o'rnatishda qandaydir yordam kerak bo'lsa, texnik yordam, sizga hozir qayerga borishni o'rgatib qo'yaman. Buning uchun Lesopark va metrosiga kelasiz va to'g'ri chiqib chapga burilasiz. Ketdik, hozir sizga qayerga borishni aniqroq qilib ko'rsatib beraman. Lekin agar 10 ming rubldan patent pulini to'lashni xohlamasangiz, buning uchun oldinroq patent pulini o'tkazib qo'yishingiz mumkin va oldinroq to'lab qo'yganingizda patentni 8900 eski narxda o'tkazasiz. Peshexoddan o'tib, mana shu binoga kelasiz, mana shu bino. Binoni birinchi qavatida sizga tezdagina yarim soatga qolmay SNILS, SIM karta, biometriyani ro'yxatdan o'tkazish, internetni hattoki bazadan ko'rib berish, Amina ilovasini ro'yxatdan o'tkazishda yordam berish va shunga o'xshagan boshqa bir qator xizmatlar bilan yordam berishadi. Aytgancha, agar sizga perevod kerak bo'lsa, birorta hujjatlaringizni notarial tarjima qilmoqchi bo'lsangiz ham shu joyga kelishingiz mumkin bo'ladi. Kelib, oldinroq tashab qo'ysangiz hujjatlaringizni, kelishingizga tayyor qilib qo'yishadi. Kelib tayyor periodni olib, vaqtingizni ekonom qilib, kerak joyga ishlatib ketaverasiz. Ko'pchilik gosuslugi nima uchun kerakligini oxirigacha yaxshi tushunmaydi. Aslida gosuslugi har bitta muhojir uchun juda ham kerakli instrument. Misol uchun, patentingiz kuymasligi uchun topshiradigan уведомленияni ham gosuslugi orqali qilasiz. Gosuslugini ochish uchun bir joylarga borib bir kunlab vaqtingizni sarflash kerak emas. Hozirgi kunda goslugi ochishni juda ham qulay variantda, aytganimdek, menga aytgan adresga mana shu joyga kelasiz. Barcha kerakli ilovalarni telefoningizga o'rnating. Ular orasida aytganimdek, goslugi birinchi o'rinda, SIM kartani o'z nomingizga o'tkazish uchun biometriyani ro'yxatdan o'tkazib qo'ying. Birovning nomiga olingan SIM kartalardan foydalanmang, chunki bu juda ham xavfli. Sizning nomingizdan yoki sizning SIM kartangizni egasi bo'lgan odam qanaqadir xatti-harakatlar, noqonuniy xatti-harakatlarni qilib qo'ysa ham, buning uchun sizni javobgarlikka tortib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun mana shu yerga kelib 15 minut ichida hammasini rasmiylashtirib, o'zingizga qulay, eng arzon va halol shartlarda hattoki bank kartalarini rasmiylashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Qaysi kompaniya bo'lishidan qat'iy nazar, Beeline deysizmi, MTS yoki boshqa kompaniyalar qaysi kerak bo'lsa, hammasini shu yerda rasmiylashtirib ketishingiz mumkin. Aytgancha, O'zbekistonga, Tojikistonga telefon qilmoqchi bo'lsangiz, eng qulay va eng arzon tariflar ham aynan shu yerda. Nima savol bo'lsa, hammasini aytasiz, berasiz va sizga batafsil javob berishga barcha tayyor. Bu yerga keladigan bo'lsangiz, 15 daqiqaning ichida ham gosuslugidan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin, ham biometriyani registratsiya qilishingiz mumkin. Bonus sifatida sizga SIM karta rasmiylashtirish va T-bankni eng qulay tariflardagi kartasini rasmiylashtirsangiz ham bo'ladi. Aytgancha, T-bankni cashbacklaridan shaxsan o'zim ham foydalanaman. Juda ham qulay. Aytgancha, bu yerda oldindan perivodlarga hujjatlaringizni tashab qo'ysangiz, tezdagina kelib tayyor perivodni ham olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Perivodlarni ham qulay narxda ekanligini aytib o'tishni ortiqcha hojati yo'q deb o'ylayman. Hozir odamlar o'zlariga gosuslugi ochguncha biz Tinkovda qanday qulayliklar borligini bilamiz. Halol karta xohlaganlarga Islom kartasi bor ekan va oddiy Tinkof Black kartasi ham bor. Kelib, agar cashback kerak bo'lsa, shundan rasmiylashtirsangiz ham bo'ladi. Yaqinda aytgancha, yashil Tinkof bank kartasini, yashil kartalar keladi, juda ham dizayni chiroyli bo'ladi. Bemalol hech kimda kartadan olib ishlatib yursangiz bo'ladi. Oxirgi paytda Amina ilovasida rasmga tushayotganda rasm o'tmasligi kuzatilyapti. Shu yerga keladigan bo'lsangiz, sizni to'g'ri qilib rasmga olib qo'yishlari mumkin. Bu yerda xodimlar soni ko'p. Agar odam ko'p bo'lsa ham xavotir olmaslik kerak, chunki hamma ulgurishadi. Assalomu alaykum. Siz hozir adashmasam bu yerga kelib registratsiyadan o'tdingiz, gosuslugi ro'yxatdan. Gosluga qildirdim, SIM karta oldim, Tinkof bank karta oldim. Gosuslugi ochib, bank kartasini olib, biometriyani ro'yxatdan o'tkazib, SNILS olish, ular hammasiga qancha vaqt ketdi? Maksimum 15-20 minut vaqt ketdi. 15 minutda hammasiga bir vaqt o'zida ega bo'lishingiz mumkin. Vaqtingizni juda ham ekonom qilsangiz, qadriga yetsangiz shu yerga keling.